16 mavzu hayvonlarda individual rivojlanish. 15 ga o'xshaydi. Oldin o'simliklarda individual rivojlanishda ham ozgina tanishib ketgan edik. Qisqacha xulosalarni aytib ketamiz. Antagonizm degani o'zi mana tuxum hujayra urug'lanadi-ku, ona organizmda ichida. Tuxum hujayra urug'langanidan so'ng tug'ilganidan keyin ham yana o'lgunigacha bo'lgan davr antagonizm, ya'ni shaxsiy rivojlanish. Antagonizm ikkita bosqichga bo'linadi bilamiz. Birinchisi embrional, bu jo'ja bo'ladigan bo'lsa, tuxumda ichidagi, odam bo'ladigan bo'lsa, onani ichidagi homila davri. Tug'ilganidan yoki tuxumdan ochib chiqqanidan keyin post embrional davr bo'ladi. Post embrional o'sha embrionaldan keyingi degan ma'noni anglatadi. Endi 3 xil antagonist turi bor. Mana shu asosiy mavzuning mohiyati, bugungi mavzu. Lichinkali rivojlanish, metamorfozli rivojlanish ham deyiladi. Tuxumdan rivojlanish, ya'ni tuxum qo'yib rivojlanish, bu metamorfozsiz rivojlanish deyiladi va uchinchisi ona qornida rivojlanish, ya'ni bachadonda rivojlanish. Bu tirik tug'ish bo'ladi. Ko'pchilik yuksak sut emizuvchilar kiradi. Sut emizuvchilarda ham tuxum qo'yib ko'payadigani bor. Oldin o'tdik. Urdak burun, yehidna, proyehidna degan hayvonlar bor. Ular ham sut emizuvchi bo'lsa ham tuxumda rivojlanishga kiradi. Sudrali beruvchilar, sut emizuvchilar, umurtqasizlarning ham ayrim turlari tuxumda rivojlanishga kiradi. Lichinkali rivojlanish bilamiz. Bular ham odatda nima bo'ladi? Tuxumni qo'yadi, tuxumidan voyaga yetgan organizmda kichkinasi chiqmaydi-da, lichinka chiqadi. Lichinka voyaga yetgan organizmdan ancha farq qiladi. Ko'pchilik hasharotlar bilamiz, qisqichbaqasmonlarni bilamiz, lichinkali rivojlanish va juda ham ko'pchilik chuvalchanglarni ham bilamiz. Lichinkali rivojlanishga. Hayvonlar antagenezida embriogenez degan bosqich bor. Embriogenez degani embrional rivojlanish davri degani. Embrional rivojlanish davri urug'lanishdan, ya'ni zigotadan boshlanadi. Ona tuxum hujayra beradi, ota spermatozoid beradi. Ikkovi qo'shiladi. Qo'shilishdan hosil bo'lgan hujayra nima deyiladi? Zigota. Zigota bo'linib boshlaydi, mitoz bo'linadi. Bu bosqich nima deyiladi? Maydalanish deyiladi. Hamma tirik organizm mana shu bir dona zigotadan rivojlanadi. Har qanday ko'p hujayrali organizm zigotadan boshlanadi. Bir hujayralilarda to'g'ri ko'pchilikda zigota bo'lmaydi. Chunki bir hujayrali hayvonlar qanday ko'payadi odatda? Jinsiz ikkiga bo'linib ko'payadi. Ko'p hujayralilarda zigota, embriogenez, ya'ni embrional rivojlanish davri birinchi davri maydalanish. Xo'p, endi hujayralar maydalandi, lekin hali hujayralar bir xil, hech qanday bir-biridan nimasi yo'q, farqi yo'q. Endi bitta narsaga diqqat qilishimiz kerak. Bu narsa odamda ham bo'ladi. Odamda ham hujayralar dastlab bir xil bo'ladi. Keyin nimaga? Tirnoqning materiali boshqacha, hujayrasi, teriniki boshqacha, ko'zniki boshqacha. To'g'rimi? Oshqozon, ichak, muskul, suyakniki umuman boshqacha. Qanday qilib bular boshqacha? Nima sababdan? Demak, har xil organ har xil tuzilishga ega bo'lib qoladi. Bir xil hujayradan qanday har xil hujayralarga o'tadi desa, bunga sabab gastrulyatsiya bosqichi. Gastrulyatsiyada ixtisoslashish degan jarayon bor. Ba'zi adabiyotlarda ixtisoslashishni gastrulyatsiyadan bo'lak bosqich deb ko'rsatadi. Ba'zi adabiyotlarda gastrulyatsiyaning ichidagi bir kichik bosqich deb ko'rsatadi. Uni tushuntiramiz. Gastrulyatsiya bu ixtisoslashish bilan parallel boradi odatda. Shuni ichida boradi. Hujayralar har xil shaklga, har xil o'lchamga keladi. Bu morfologik ixtisoslashish deyiladi. Morfologik degan tuzilishi, shakli har xil bo'lib qoladi. Keyin har bir hujayra har xil oqsil sintezlab boshlaydi mana shu bosqichdan boshlab. Ya'ni ixtisoslashishdan boshlab har xil hujayra har xil oqsil sintezlab boshlaydi. Misol uchun bizda me'da osti bezimiz bor, oshqozon osti bezi deyiladi. Insulin gormonini sinteziga javobgar bo'lsa, xuddi o'sha gen terida ham bor. O'sha insulinni sintezlaydigan gen terida ham bor, lekin terida o'sha insulin nima qilinmaydi? Sintezlanmaydi. Chunki terida o'sha insulinning geni nofaol holatga o'tadi, oshqozon osti bezida insulinning geni faol holatga o'tadi. Qaysi bosqichda? Gastrulyatsiya bosqichining ichidagi ixtisoslashishda, biokimyoviy ixtisoslashishda. Tegishli kimyoviy moddani sintezlashiga qarab ixtisoslashish, biokimyoviy ixtisoslashish, tuzilishi jihatdan farq qilishi esa morfologik ixtisoslash deyiladi. Bunda murtak dastlab 2 qavat bo'ladi. Ektoderma va endoderma. Keyin 3-qavat shakllanadi. Ekto va endodermani o'rtasida ekto tashqi,
endo ichkida mezoderma shakllanadi. Demak, bu yerda gastrolitdan murtak necha qavat bo'lib qoladi? 3 qavat bo'lib qoladi va hujayralar harakatlana boshlaydi. Qayerga qarab harakatlana boshlaydi? O'zining qavatiga qarab. Va gastrula deb ataladi embrion. Gastrulyatsiya bosqichini o'tagan embrion nima deyilar ekan? Gastrula deyilar ekan. Endi bizning darsligimizda yozmagan, 10-sinf, 9-sinfda yozib ketgan maydalanishni o'tagandan so'ng embrion blastula deyilsa, keyinchalik nima deyiladi gastrulyatsiyadan keyin? Gastrula deyiladi. Keyin 3-bosqichga o'tadi. Birlamchi organogenez. Buni 9-sinf kitob bo'yicha ozgina bog'lab o'tib ketamiz. Qanday? 3 qavat bo'lib qoladi dediga, ektoderma, mezoderma, endoderma. Faqat meduzalar bor-ku, gidromeduza, bo'shliq ichlilar tipi va g'ovak tanlilar tipi bor. Bularda mezodermasi bo'lmaydi, faqat 2 qavat bo'ladi. Ektoderma va endoderma bo'ladi. Bo'shliq ichli bilan g'ovak tanlida. Testda tushadi u narsa sizlarga savol. Keyin o'sha murtagi 2 qavat bo'ladiganlarda 3-bosqich ham sodir bo'lmaydi. 2-bosqichda o'zida to'xtaydi embrional. Keyin voyaga yetgan organizmga yoki lichinkaga aylanib ketadi. Qolgan hamma ko'p hujayrali hayvonlarda va odamda ham qaysi bosqich boshlanadi? Birlamchi organogenez. Organlar birdan shakllanib qolmaydi. Birinchi o'zak organlar shakllanadi. Asos organ degani o'zak degani, fundamental organ degani. 3 ta bo'ladi o'zak organ. Birinchisi xorda bo'ladi, ikkinchisi nerv nayi bo'ladi, uchinchisi ichak nechasi bo'ladi. Xorda bu umurtqa pog'onasiga aylanadi keyinchalik. Ya'ni butun suyak sistemasiga aylanadi xorda. Nerv nayi butun nerv sistemasiga, ichak nechasi butun hazm qilish organlariga aylanadi. O'zak organlar majmuida. Tegishli qavatdan har xil organlar shakllanadi. Buni oddiy qilib eslab qolishni o'rgataman sizlarga. Ekto tashqimi? Ektodermadan qaysi organlar? Tishning emal qavati. Tishda emali ustida bo'ladimi tishda? Usti emal deyiladi, ichi dentin deyiladi-da. O'sha emal qavati, tishning tashqi emal qavati ektoderma qavatdan. Terining epidermisi, ya'ni teri epiteliy to'qimasi, teri ham qayerda? Mana sirtqi tomonda, to'g'rimi? Ektoderma tashqi tomonga to'g'ri kelyapti. Sezgi organlar masalan quloq, teri, ko'z, to'g'rimi? Bular sezgi organlar tanani qaysi tomonda? Tashqi tomonda. Shunday deb eslab qolsalaring bo'ladi. Keyin nerv sistemasi. Nerv sistemasi bu o'zi sezgi organ ham nerv to'qimasining o'zgarishidan hosil bo'lgan organda. Shuning uchun shunga bog'liq bo'lgan nerv sistemasi ham qayerdan? Ektodermadan aytishlaring mumkin. Mana miya nerv sistemasiga kiradi-ku miya. Miya nimani ichida? Bosh miya, miya qutisini ichida, o suyakning ichida-ku deyishlaring mumkin. Lekin ko'pchilik sodda organizmlarda unday himoya qilinmagan nerv. Nisbatan qayerda? Yuzada. Bizda u sut yemizuvchilarda va boshqa umurtqalilarda nima bo'lgan? Miya juda kattalashib, juda muhim vazifani bajarganligi uchun suyak skelet bilan, qopqoq bilan nima qilingan? Himoya qilingan. Mana shu organlar ektodermadan. Endi e'tibor beramiz. Endo degani nima? Ichki, mezoga to'xtalmay turamiz. Endo, ichki. Odamni ichki bo'shliqlarini o'rganamiz. Masalan, qorin bo'shlig'i. Qorin bo'shlig'ida nima bor? Oshqozon bormi? Ichak bormi? Ichakda ham ichki tomonidagi epiteliy. Hazm qilish bezlari. Hazm qilish bezlari bular oshqozon devoridagi mayda-mayda bezchalar, oshqozon osti bezi, jigar, shularni olsak bo'ladi endodermadan. Endi ko'krak qafasiga kelamiz. Ko'krak qafasida nima bor? O'pka bor. Baliqlarda nima bor? Jabra bor, nafas olish organi. Ana shular qaysi qavatdan? Endodermadan. Mana shunisi. Endi mezodermaga kelamiz. Mezoderma o'rta qavat degani. Bunda o'sha tashqari bilan ichkarini oralig'idagi narsalar. Mana suyak, biriktiruvchi to'qimani hamma xili. Nima kiradi biriktiruvchi to'qimaga? Suyak kiradi, tog'ay kiradi, pay kiradi, to'g'rimi? Qon kiradi biriktiruvchi to'qimaga, limfa kiradi. Bular biriktiruvchi to'qimani hamma xili. Undan tashqari muskul. Mana terining ostida nima joylashadi? Muskul. Undan tashqari ayirish organlari, buyrak bo'lishi mumkin, teri bezlari, siydik yo'li, siydik pufagi, ya'ni qovuq, shular kiradi. Mezodermadan shular rivojlanadi keyinchalik. Va jinsiy sistema. O'zi ayirish sistemasi bilan jinsiy sistema birga shakllanadi. Jinsiy sistema, ya'ni jinsiy organlar tuxumdon, urug'don, tuxumdon yo'li, urug' yo'li, shu kabilar ham qayerdan shakllanadi? Mezodermadan shakllanadi. Shunday deb hisob qilsak bo'ladi. Shu bilan mana homila tayyor bo'lib yetiladi-da, yo tuxumdan oshib chiqadi yoki nima bo'ladi? Embrion tug'iladi.
Shu bilan qaysi davr tugaydi? Embriogenez davri tugab qoladi. Embriogenezdan so'ng nima boshlanadi? Post embriogenez. Mana mushuk misolida o'rganyapmiz. Mana o'zimiz til bilan aytganda uni pishak. Bu pishakni o'rganadigan bo'lsak, yangi tug'ilgan individ juni bo'lmaydi boshda bilasizlar yoki juda siyrak bo'ladi. Bu jish bola deyiladi. Yirtqich sut emizuvchilar ko'pchiligida mushuksimonlarda, bo'risimonlarda yupqa bo'ladi. Jun qavati siyrak bo'ladi. Keyin sekin-sekin nima bo'ladi? Ko'payib ketadi. Odamda nimaga unday emas desa, odamda bolalar junli ham bo'laveradi-ku, mayda tuklar bilan qoplangan bo'ladi-ku desa, 7 oylik tug'ilgan bolalarda jun qavati qalinroq bo'ladi. O'sha homila 7 oylikda tug'ilsa. Shunday, endi odamda jun qoplami o'zi voyaga yetganlarda ham kamaygan, boshqa sut emizuvchilarga nisbatan yung qavati kamaygan. Shuning uchun bolasininki bilan katta farq qilmaydi odamning yung qavati. Lekin terisi bilasizlar nozikroq bo'ladi chaqaloq. Keyin o'sadi. O'sgandan keyin bu qaysi davr deyiladi? Yoshlik davri, juvenil davr deyiladi. O'tgan darsda o'tuvdik 15 da. Juvenildan keyin balog'atga yetgan davr, bu pubertat deyiladi yoki jinsiy yetuklik. Keyin u ko'payadi, nasl qoldiradi. Keyin qariydi-da, keyin nima bo'ladi? O'ladi. Shu bilan bu tugatadi. Hujayralar rejalashtirilgan o'limi deyiladi. Bu narsa qarishdan keyin genlar sekin faolligini to'xtatadi. Birdan bo'lmaydi bu narsa. Hujayralar bo'linishdan to'xtay boshlaydi. O'z tuklar to'kilib boshlaydi. U bolalamaydi qarigandan keyin. Odam qarisini qanday ajratasizlar? Terisidan, kuchidan, jismoniy faolligidan, yurish-turishidan. Hayvonlarda ham shunday. Masalan, maymunlarda ham ko'rsanang, tuklar to'kilib, yunglar kamayib boshlaydi qari maymunlarda. Endi e'tibor berasizlar, o'sish bilan rivojlanishning farqi bor. O'sish xususiyatini oldingi darslarda ham o'tdik, miqdor jihatdan ortishi dedik. Masalan, bo'yi o'sadimi? Bola kattalashsa bo'yi o'sadi. Odamning bo'yi 20-25 yoshgacha o'sadi-da. Rivojlanishi sifat jihatdan farqlanishi. Masalan, o'smir bola soqol chiqib boshlayapti undan. Mana bu rivojlanish. Yoki bo'lmasa ovozi nima qilyapti? Yo'g'onlashib, qalinlashyapti. Mana bu ham nima bo'ladi? Rivojlanish xususiyati deyiladi. Demak, o'sish va rivojlanish xususiyati bilan boradi. Ayniqsa rivojlanish ko'p bo'ladi postembrional davrda. Embrion ham o'sadi. Rivojlanadi ham, lekin biz buni nima qilmaymiz? Ko'rmaymiz. Endi bu ona qorinda rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqdik. Lichinkali rivojlanish. Buni oldingi darsda ham ko'rdik. Tuxum, lichinka qurt, keyin u nimaga aylanadi? G'umbakka aylanadi, keyin nimaga aylanadi? Voyaga yetgan organizmga aylanadi. Mana lichinka bilan kapalakni ko'rib turibsizlar, farqi katta. Buni ajdodi cho'lchang, halqali cho'lchanglar. Shuning uchun ham bu nimaga o'xshaydi? Lichinkasi cho'lchangga o'xshaydi. O'tmishdagi ajdodlarning belgisini takrorlab ketadi-da. Biogenetik qonun deyiladi. Bu qonun 9-sinfda o'tamiz. G'umbak tinim davri hisoblanadi. Keyin tinim davridan kuch yig'ib nimaga aylanadi? Kapalakka aylanadi. Demak, metamorfoz ikki xil. Chala metamorfoz bor, mana to'liq metamorfoz bor. Chala metamorfozda g'umbak yo'q dedik. To'liq metamorfozda g'umbak bor. Chala metamorfozda tug'ilgan lichinka, ya'ni tuxumdan chiqqan lichinka nimaga o'xshaydi? Voyaga yetgan organizmga juda ham o'xshaydi. Faqat birinchidan kichkina bo'ladi, ikkinchidan qanotlari hali to'liq rivojlanmagan bo'ladi. To'liq metamorfozda esa mutlaqo farq qiladi. Og'iz organigacha farq qiladi ayrimlarni. Masalan, kapalaktika so'ruvchi, suyuq narsani qartomi bilan nima qiladi? So'radi. Lichinkaniki kemiruvchi, o'simlikning qattiq qismlari, bargi, guli, hali pishib yetilmagan yoki pishgan mevalari ayrimlari, pishgan mevalari bilan ham oziqlanishi mumkin ayrim qurtlar. Masalan, meva qurti deymiz-ku, olmaning ichidan qurt chiqadi tishlaganda. O'sha ham qaysidir kapalakda yoki qaysidir bir hasharotda lichinkasida. Masalan, olma mevaxo'ri degan pashsha bor. Olmaning ichida pashshani lichinkasi nima qiladi? Yashaydi. Shuni yeydi. Pashshani o'zi bilan oziqlanadi. Axlat bilan qon bilan emas, axlat qoldiqlari bilan, chivin qon bilan oziqlanadi. Chivin chaqadi, pashsha chaqmaydi-da.